Assalomu alaykum usta Habibulloh YouTube foydalanuvchilari, Telegram foydalanuvchilari. Biz navbatdagi ishimizni Farg'ona viloyati mana Vodilda, shu tog'da oldida juda chiroyli holatda qilib berdik. Oppoq fason qilib berganmiz. Tunikani yaltiroqlaridan ishlatgan holatda. Undan tashqari mana shunaqa darvozaxona, ichkari shapka, yon ayvonlarini qilib tugatdik. Chekalariga mana shunaqa rover gullardan qo'yib berganmiz. Materialimiz no'tur, juda chiroyli holatda alkafon fason qilib berdik shu xonadonga. Bu ishimizni Koreyadan turib zakaz berdi. O'sha Koreyadan turgan nima qilgani uchun shu kelib, shu joylarini ideal holatda chiqarib, mana shu fasonni tanlab shu xonadonga shuni qilib berdik. Bu ishimizni shu 26-iyul kuni boshladik, mana 1-avgust kuni bitkazdik. Mana bu joylarini ham juda ideal holatda qilib, juda chiroyli holatda qilib topshirib, mana bugun chiqatyapmiz. Kimda kim shunaqa tunika fonlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, ishlarni ko'ringlar. Mana bu joydagi regl apshipkalarini, mana bu joydagi regl apshipkalarini ham ideal qilib yopib, shunaqa ideal fasonda qilib berib chiqatamiz. Bu 120 130 ming tunika fon emas. Bu sal qimmatroq, lekin ishimiz ham o'shanga yarasha sifatli. Mana burchaklari, choklari, mana bu holat turishini ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana shu shopga, mana shu yerdan mana shu yergacha brukri shapka, mana bu tomoni 1 metr. Endi o'shanga moslagan holatda juda fasonlar qilib berganmiz. Uy egalarini mana shu tarafda malina bog'lari bor ekan. Mana bu taraflarini bitirib, undan tashqari ana bu joyda devorning ustlarini ham qilib berdik. Mana. Mana devorning ustlarini ham chiroyli qilib o'z yopib berdik. Bu bet o'z paxsa devor ekan, o'shaning ustini zo'r qilib mana yopib o'zimiz holatida chiroyli tushirib berdik. Kimda kim shunaqa tunikafon xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, chiroyli borib ko'rib, bitkazib beramiz. Biz O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz. Bu ishimiz vodiyda. Pastdagi nomerlarimizda Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol bog'lansanglar, xudo xolasa, mana shunaqa chiroyli fasonlarni zo'r qilib beramiz. Xizmatimiz yoqsa, like qo'yib qo'yasizlar, tunikafon qildirgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Lekin ish o'ta asal bo'ldi-da.